Qaynalar takishni bilib olinglar. O'g'lingiz sizlarga tandir, ayoliga iPhone. Assalomu alaykum. Qancha qo'yib bering bu tandirni sizga? Va alaykum assalom. Mashqa qo'yib kim yubordi buni senga? Buni o'g'lingiz menimcha Amerikada bo'lsa kerak. O'sha yerdan bizga pul to'lab jo'natib yubordilar sizga. Podarka qilib mana shu go'zal tandirni. Qarang, yoqdimi sizga? Menga yoqishga yoqdi, lekin men yoqmayman bu tandirni. Kerak bo'lsa xotin yopadi. Endi o'rgatib qo'yasiz o'zingiz xotinlariga ishlatishni bilmasalar, yo bilishadimi ular ishlatishni? O'rganishadi bilishmasa. O'rganish olmasachi? O'rgataman. O'rgatasa, mana naborani ichida bunaqa siqich o'ralari bo'ladi. Bu tandirchi pishgan tayyor holda kelyapti sizga. Olasiz, ishlatasiz. Ani qizdirib qo'yilardi, oldinlari 1-2 kunlab. Bunaqa bo'lmaydi. Gulli chiroyli krishkalar bo'ladi. Pishgan tandirda, to'g'rimi? Tayyor. Tayyor. Olasiz, ishlatasiz. Bunda 70 ta somsa 10 ta oqsiz bo'ladi. Bu naborada tandir go'sht, tandir steklanib bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Bu tandir gazda ham, o'tinda ham ishlaydi. Mana ko'k shap kechasi kulli ustini yopasiz, somsani yopib o'tganingizda qo'lingiz usti kuyib qolmaydi o'shanda. Ganida deb gapiravering. Ha, o'sha keliningiz qilganda-da, gazda ham ishlatsalar bo'ladi. Bu yoqdan mana gazini ulab qo'yaverasizlar. Qo'lini xohlagan joyingizga joyini o'zgartirib ishlatib olaverasiz bu tandirni. Mana ko'rasiz, balonlari bor. Kullarini mana pastdan olib to'kib tashaverasizlar. Yangisi kelinlarga bo'lib tandir ekanda-ya bu. Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Endi zamonaviyda odamlarga yengilroq bo'lsin deb, mana shu chiroyli fasollarda qulaylik qilib qo'yganmiz. O'zi kelinim deyapsiz, tandir ishlatishni biladimi keliniz? Ishlatishni bilmasa o'rganadi. O'rganmasa suradi uyiga, nima qiladi? Qayda borasiz? Uydan o'rganib keladi. Gap yo'q. O'zingiz qilish bilasizmi tandirda somsani? Keliningizdan talab qilsa? Talab qilaman, hozirgi yoshlarda qilish kerak. Hozir qanaqa zamon? 21-asrda yashayapmiz. To'xtab turib, necha pullik narsa olib kelding? Menga hozir sizga bu hozir podarka bo'lib kelyapti. Sizga narxini aytsam noto'g'ri bo'ladi. Bu tandirning narxini bilmoqchi bo'lsangiz, sizga yordam qilaman. Yeysan yana deysan profilga kirasiz. Videoni kommentariyasida plus belgisini qoldirsangiz, sizga narxi albatta boradi. Faqat like bosishni esdan chiqarmang. Like bosmasangiz narxi bormay qolyapti. Odamlar narxini aytmayapsan, deyapti bizga. Bitta like, kommentariyada plus belgisini qoldirsangiz, sizga albatta narxini yozib yuboradi. Instagramni o'zi, men ham yozmayman, avtomatik qilib qo'yganmiz, o'zi sizga narxini yozib yuboradi. Yo'q, menga tandir xotiniga iPhone 17 ekanda. Shunaqa, hamma bolalar hozir xotinim deb ketgan. Bizga somsa ham o'tiravering, oyi deb somsa yuborgan ekanda. Endi yaxshi niyatda yuboribdilar sizga mana shu tandir. Buni dastavka bor, hozir viloyatlarga, vodiylarga chiqishga o'rtoqlarim bordek, so'rashsa dastavka qilib bera olasizlarmi? Dastavkadan umuman muammo yo'q. Butun O'zbekiston bo'yicha bu tandirlarimizni yetkazamiz. Agar chet eldan kuzatishayotgan bo'lsa, mana shunaqa uyliga olib kelib, xuddi sizdagi podarka qilib keta olamiz. Kerak bo'lsa, butun dunyoga ham bu tandirimizni dastavka qilib yetkazib bera olamiz. Qaynalar takishni bilib olinglar. O'g'lingiz sizlarga tandir, ayoliga iPhone. Lekin tandir ham nechuk-ku, qarang. Tandir ham zo'r, ketidan Pepsi bilan ichib yuborishadi, lekin Alio ham yaxshi-da. Telefon ham yaxshi, baba. Videoga oldim, rozi bo'lasiz. Salomat bo'ling, yaxshi kunlarga ishlating. Kelinga bo'l, salomat bo'ling, kelinga Xudo sabr bersin. Men o'ldim deb o'yladim pashta. Yo'q, o'ldim deb tushunmang, lekin qilsa o'rganadi. Odam qilgan ishni odam. Yaxshi bo'lsin deysiz, to'g'rimi? Yaxshi bo'lsa o'rgansa sizga foyda. Bo'l, salomat bo'ling, yaxshi kunlarga ishlatinglar.